Trump bilan Biden hukumatining Xitoyga bo'lgan siyosatidagi aloydiligi. Avtori Mavlon Yasin. 11-aydagi Amerikaning cho'ng saylamining yiqilishiga ergishib xalqlarda bu savol tabiiy paydo bo'ldi. Agar Trump kelar yili Oqsaroyga kirsa, Amerikaning kelgusidagi Xitoy siyosatida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Amerikadagi ikki partiya, Xitoy, Yevropa davlati, jumladan Uyg'urlar kelar yili 20-yanvarda Trumpning Amerikaning prezident bo'lib qolish ehtimoliga diqqat qilib kelyapti. Hozir Amerika hukumatining Xitoyga bo'lgan umumiy siyosati Amerika xalq ra'yini aks ettiradi. Shuning uchun Amerikadagi ikki partiyaning qo'llashiga erishdi. Bu nuqtadan qaraganda kelar yili yanvarda kim qasam berib prezident bo'lsin, Washingtonning Xitoyga qartilgan siyosatida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Agar Xitoyning ikki qismida tuzilma xarakterlik o'zgarish yoki dunyoga ta'sir ko'rsatadigan xabar darajalik o'zgarish bo'lmasa, oldimizdagi necha 10 yilda Washingtonning Xitoyga qartilgan siyosatida yuzlanish xarakterlik o'zgarish bo'lmaydi. Amerikaning oldingi navbatdagi prezidenti Trump Amerikaning 1971-yildan buyon Xitoyga qartilgan siyosatini tanlashga boshladi. 1971-yili 7-oyda Amerika davlat ministri Kissinger Xitoyni maxfiy ziyorat qildi. Shu yili Beijing hukumati Xitoyning BDTdagi birdan-bir qonunliq vakili bo'ldi. 1971-yildan 2016-yilgacha bo'lgan 45 yilda Amerikaning Xitoyga bo'lgan siyosati asosan yaqinlashish, hamkorlashish, bozor egiligini rivojlantirish orqali Xitoyda siyosiy tuzilma islohotini ilgari surish degandek yaxshi umid atrofida cho'rdab yurgan. 2016-yili Trump prezident bo'lgandan boshlab Amerika hukumati Xitoyda elib borgan barliq mo'ljallarning mag'lub bo'lganligini e'tirof qildi. G'arb dunyosi sirtqi kuch orqali Xitoyning siyosiy tuzilmasini o'zgartgani bo'lmaydiganligini to'nib yetdi. 2017-yili Trump vazifaga o'ltirgandan keyin Xitoyning o'lim qiltiqi va yaqinda Xitoy bilan bo'ladigan urush degan ikki kitobini yozgan Peter Navarroni Oqsaroyning savdo va sanoat kasbi ishxonasining mudiri qilib tayinladi. 2021-yili Biden prezident bo'lgandan keyin uzun o'tmay, uning davlat bexatarlik maslahatchisi Jackie Sullivan tuzli shundaq dedi. Meningcha, Amerikaning ilgirki Xitoyga qartilgan siyosatining bir xatoligi bo'lsa, Amerikaning siyosati orqali Xitoyning tuzumini tubdan o'zgartirishga intildik. Endi bu Biden hukumatining nishoni emas. Amerikaning Xitoyga qartilgan siyosati Xitoy tahdidiga taqobil turishdagi qonunlarni tadrijiy shakllantirdi. Amerika qonun idora qiladigan davlat sifati bilan qonunlashgan har qanday narsani endi bir odam o'zgartira olmaydi. Amerikaning Kissingerdan boshlab 45 yil davomlashgan Xitoy siyosatini Trump buzib tashladi. Qisqa 4 yilda Amerikaning Xitoyga bo'lgan butkul siyosatlarini o'zgartirishning sababini Trumpning o'z beshimchilik bilan ish qilish usulidan ayirg'ili bo'lmaydi. Lekin Trumpning Amerikaning Xitoy siyosatiga elib borgan zo'r o'zgarish bir g'oyat zo'r hal qilmasa bo'lmaydigan masalani paydo qildi. Ya'ni siyosatdagi bu xil tiz o'zgarishi G'arb korxona sohasidagilarning Xitoyga mablag' silishiga elib borgan ta'sirini va G'arb iste'molchilariga elib kelgan mol-bao zanjirini qandoq bartaraf qilish, boshqacha aytsak, G'arbning Xitoyga solgan millionlagan dollar mablag'ini qandoq qo'g'dash kerak va G'arbdagi mol bahosining o'sishi bilan iste'molchilarga olib kelgan iqtisodiy chiqimni qandoq hal qilish kerak? Bu masala Trump davrida hal bo'lmay toki hal bo'lishga vaqt yor bermay qolgan. Amerika demokratik davlat boylar bo'lsin yoki oddiy fuqarolar bo'lsin, hammasi saylamda bilet tashlag'uvchilar. Boylar Xitoyga solgan mablag'ini qo'g'dashni o'ylaydigan bo'lsa, oddiy xalq azam bog'liq Xitoy mahsulotining iste'molchilari. Amerika demokratik davlat. Boylar bo'lsin yoki oddiy fuqarolar bo'lsin, hammasi saylamda bilet tashlag'uvchilar. Boylar Xitoyga solgan mablag'ini qo'g'dashni o'ylashgan bo'lsa, oddiy xalq azam bog'liq Xitoy mahsulotlarining iste'molchilari. Saylam biletini tashlaydigan Demokratiya partiyasi bo'lsin yoki Cumhuriyet partiyasi bo'lsin, saylovchilarning manfaatini o'ylashga majbur bo'ladi. Shuning uchun Xitoyga bo'lgan siyosatini tanlash jarayonida saylanib chiqqan hukumat G'arb korxona sohasining mablag'larini bartaraf qilishiga va iste'molchilarga bu yangi siyosatlarni hazm qilishga yetarli vaqt berishga to'g'ri keladi.
Bu vaqtni yaratish uchun Bayden vazifaga o'tirgandan keyin Amerika davlat ishlar, moliya va savdo ministrlarini kayni-kayndan ko'p qatim Xitoyni ziyorat qilishga evatdi. Gerçi bular quruq qo'l qaytib kelgan bo'lsa-mu, Amerikaning Xitoyga mablag' solgan yoki sanmoqchi bo'lgan korxonalar Amerika-Xitoy munosabatining kayniga yondirg'ili bo'lmaydigan yuzilinishni tadrijiy to'nib yetishga boshladi. Amerika iste'molchilari Xitoy mahsulotlaridan boshqa mahsulotlarga asta yo'tkilishga boshladi. Yevropa ittifoqdoshlari G'arb Xitoy munosabatining jiddiylashish holatining yetib kelganligini to'nib yetdi. Bu G'arb korxonalarining va mablag' sog'uvchilarning Xitoydan chekinib chiqishiga zarur vaqt yaratdi. Amerika va G'arb ikki xil kommunistik tuzumga duch keldi. Birisi Sovet ittifoqi, yana birisi Xitoy. Sovet ittifoqini sovuq urush usuli orqali mag'lub qildi. Xitoyni beyishga yordam berish orqali demokratiya qilishni umid qildi. Lekin bu xil sinoq mag'lub bo'ldi. Bu mag'lubiyat akagan ofatni hozir demokratik dunyo yuzlanishga majbur bo'layotdi. Bayden strategik o'rinlashtirishga ahamiyat berib, tirishib butun G'arbni safarbar qilib, uning ustiga imkoniyatning bericha ko'p davlatlarni Xitoyga taqobil turishga xizmat o'tib, amalba Xitoyni yolg'iz qoldirishga tirishdi. Trumpning qo'llangan usuli Baydenga o'xshamaydi. Trump bo'lsa savdogar. Eng diqqat qilinadigan amaliy manfaat. Amerikaning manfaati birinchi bo'lsa, uning prinsipi. Amerikaning manfaati degani pul manfaati. Foyda og'ili bo'lmaydigan har qanday ishga Trump qiziqmaydi. Trump G'arb va boshqa ittifoqdoshlarni atrofiga yiqilishga qiziqib ketmaydi. Bu Xitoyga harakat qiladigan texmi ko'p bo'shliq qoldirib qo'ydi. Trump va Bayden davrida Amerika bilan Xitoy o'rtasida bir-biridan ayrilish ilishi tadrijiy jiddiylashdi. Xitoy xalq pulini xalqarolashtirish orqali dollardan ayrilmoqchi. Amerika Xitoydan iborat dunyo zavodidan qutulib, ta'minlash zanjirini qaytadan barpo qilyapti. Bu Amerika bilan Xitoyning iqtisod sistemasiga nisbatan intayin cho'ng o'zgarishchan miqdor. Amerika Xitoy ta'minlash zanjiridan ayrilish siyosatini yo'lga qo'ygandan keyin, garchi kasb zanjirini qaytadan barpo qilish jarayonida pul paxolligi ko'ringan bo'lsa-mu, Amerika Federatsiya Zapas pul komiteti uda o'sim o'stirish orqali Amerikaning pul paxolligi nisbatini 8 dan 2 ga tushirdi. Bu mezgilda Amerika pay bozori, qarz bozori va ishga o'rinlashtirish nisbati sog'lom bo'ldi. Bu Amerika jamiyatining ishonchlik muqim jamiyat ekanligini, Amerika Xitoy ayrilishidan kelgan o'zgarishni tez hal qila oladiganligini tushuntirdi. Xitoyni nazarga olsak, Amerika bilan Xitoy ayrilish jarayonida bo'libmi Xitoy virus oxirlashgandan keyin Xitoyning ijtimoiy iqtisodiy pul paxollik holatida turmoqda. Xitoy Xalq bankisi ko'p qatam o'sim nisbatini tushirgan bo'lsa-mu, unumi yanada yaxshi emas. Pay cheki bozori, qarz bozori va uy-mulk bozori yanada pastga tushib qoldi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy bilan Amerika ayrilishi, Rossiya Ukraina urushi va Tayvan bo'g'zi vaziyatining ta'sirida zo'r miqdordagi korxonalar Xitoydan chekinib chiqdi. Bu jamiyatga keng ko'lamda ishsizlik paydo qildi. Hozir Xitoyda ishga o'rinlish nisbati nihoyatda oz. Ilgari Amerika bozoriga va texnikasiga tayindigan Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti tadrijiy yo'qolyapti. Xitoyda yana sistemalik va qurilma xarakterlik masalalar nihoyatda og'ir. Bundaq ahvol ostida mayli Xitoy Markaziy banki o'sim nisbatini qandoq tanlashdan qat'iy nazar jamiyatning umumiy iqtidoriga ta'sir ko'rsatmaydi. Bu Xitoy jamiyat iqtisodining kontrolligini yo'qotish xatarlik holatda turayotganligini tushuntirdi. Xitoy bilan Bayden hukumatining o'z oldiga aloydiligi bo'lsa-mu, Xitoyni ojizlashtirishda birlashish